Bir SMSga bugun javob beraman. Koreyada nimaga kelinlar qaynonalar bilan yashaymaydi, qaynonalari kelin bilan yashashni xohlashmaydi. Kelinlar ham qaynonlar bilan. Bular to'y bo'lsa, to'y kuni o'sha kuni to'ydan oldin alohida kvartira sotib olib, agar kvartirasi bo'lmasa, anaqa sinimat qilib, o'sha gaplashilib, boshqa qilib, o'sha to'y kuni sразу o'zi uyiga ketib, o'sha yerda yashaladi. Bu yerda hech kim bu narsani noto'g'ri qabul qilmaydi va kelin xizmatdan qochdi, qaynona kelinim menga xizmat qilmayapti degan unaqa narsa umuman gap yo'q. Bular 60-70 yoshda bo'lsa ham o'zligi juda ham chaqqon, shunaqa chaqqonki, faqat ko'chada 70 yoshga kirsa ham ko'chada ishlab yurishadi. Pensiyaga chiqqanman, ish olmaydi desa, kunlik soatlik ishlarga ham chiqib ishlab kelaverishadi. Bular o'ylaydiki, uyda o'tirsam men stressga tushib qolaman, depressiyaga tushib qolaman, keyin kasallik orttirib yuboraman o'zimga degan narsa bularning miyasiga singib qolgan. Bular iloji boricha har kun ko'chaga chiqib kofe ichib, dugonalari bilan ko'rishib, bir narsa qilib, iloji boricha o'zini chalg'itishga harakat qilishadi. Har kuni sport qiladi. Yosh qarisi hammani uyida tarozi bor, anaqa velosipedchasi bor. Deyarli qarislari uyda bu narsa yo'q desam anaqa mubolag'a bo'ladi. O'zbek tilida mubolag'a bo'ladi deydi-ku. Hammani uyida bor, hammasi har kun qanaqadir sport turi bilan shug'ullanadi. Albatta kunduzi agar ishda bo'lsa, kechki paytga anaqa raqs bir narsalarga borib, albatta sport bilan shug'ullanadi. Bular sportni kundalik hayotiga aylantirgan. Bular bilan birinchi tanishsangiz, qarislar bilan birinchi tanishsangiz, birinchi beradigan savoli qanaqa sport bilan shug'ullanasan deydi. Menimcha anaqa gapirayotgan bo'lsam, kommentariyada yozib ketinglar. Qanaqa sport bilan shug'ullanasan, hobbing nima? Bular o'sha narsaga juda ham ko'p fokus qaratishadi. Sportni har kun o'sha sportni vaqtida qilish kerak. Va bugun yomg'ir yog'di, bormayman, unaqa narsa yo'q bularda. Yomg'ir yog'adimi, do'l yog'adimi, o'sha narsani qilish kerak.